Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Hammanglar yaxshimisizlar? Allohim yana diydorlashtirganiga shukr. Gullarim to'g'risida obzor qilmoqchi edim. Men bilan mana yaxshi oziqalar qilib, chiroyli qilib ekib qo'ydim. Yangi to'yli ko'chirdim. Endi qarang, men bu rozmarinni bilolmayman. Qarang, juda katta bo'lib ketgan ekan. To'yga oluvdim. Bir hafta bo'ldi. Uchida hali so'lishlari bor-da. Ko'rasizlar? Uchida so'lishlari bor. Bu-chi menimcha jayam katta bo'lgani uchun ildizi yetkazib bera olmayapti suvni. Buni o'sha zahoti kessam bo'lar ekan. Hozir buni mana hurmatli obunachilarim, ikkinchi anaqamni ham ko'lab oldim. Shu bugun ko'ladim. Oldingisini bir hafta bo'ldi ko'lab ekib qo'yganimga. Mana bugun hozir ko'lab oldim. Buni sirazi kesaman endi. Kesib ekmasam anaqa kuchi yetmayapti. Hozir endi turpoqlarni tayyorladim, qarang. Men bu andikini somon suv qilishuvdi. O'sha somon suvidan sariq turpoq. Men bu o'zimizning огород turpog'i. Men bu biagomiz. Mana bularga endi men bitta ozgina anaqam qoldi. Hamma gullarimga ishlatdim. Hozir ag'darib ola qolaman hammasini. Berli pilik bilan azizlarim ekib oldim. Chiroyli, to'yimli qilib oziqalar bilan ekib oldim. Endi bungacha baribir karnavalli suv quyaman. Yaxshi rivojlanish uchun. Men bu suvchi katta bochkam bordi, o'sha bochkada suv to'g'izib qo'yaman. Haftalab, 3 kun, 4 kunlab turadi. Ana o'sha suvdan olib kelib, primoy vodoprovod suvdan quyish yaxshi emas. Mana shu suvdan mana quyamiz hozir. Bir quyamiz. Buni hozir men sirazi kesaman endi. Kesmasam kuchi yetmayapti ildizini. Kesib qo'ydim. Endi rozmarinni yaxshi tushunganlar kommentariy yozinglar. To'g'ri ish qildimmi, yo'qmi? Bu endi 1-2 kun chala optov joyda turadi. Optovga qo'ymayman. Sal o'ziga kelsin. 3-4 kun shu yerda turadi. Mana kesganlarim endi suvga solib, keyin o'tirib olib nima qilaman, ko'chat qilaman. Ayvonda ichkarida issiqda olar ko'chat. Men yaxshi tushunmayman buni. Birinchi yil ekishim. Tavakkal deb.